Farzandinglarni har xil kamchiliklarni ko'rib yuringlaringlar ezilib ketyaptimi? Kasalapi bosyapti, X obrazniy boshlangan, bu yoqda displaziya, raxitni belgilari, diafragmalari chuqurliklari, voy, shuncha kasallik. Lekin bularni davosi bilasizlar, massaj. Lekin bunga qancha pul sarf xarajat, borib, kelish, vaqt, mehnat, uni ustiga yaxshi massajist mutaxassisini topish. Shu mutaxassis o'zingizlar bo'lib qo'ya qolsanglarchi. Buning uchun shaxsiy kursim haqida ma'lumot olish uchun Telegram kanalimga o'tinglar, hattoki bepul darslikni taqdim etaman. Kursim haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, men sizlarni ko'p vaqtinglarni olmasdan faqat eng kerakli, zarur bo'lgan fishkalar, ma'lumotlar, juda ham foydali bo'lgan amaliy va nazariy darsliklarni o'z programmamga kiritganman. Men 100% ishonch bilan ayta olaman, sizlar sarflayotgan pulinglar va vaqtinglarni 100% oqlaydi. Albatta, agar o'zingizda xohish va harakat bo'lsa, sizlarni kursimda kutib qolaman. Mani kursimda faqat massaj yoki nazariy emas, balki hamma uchun qiziq bo'lgan, hattoki o'rganishi zarur bo'lgan ko'p kasalliklarni davolovchi eng oxirgi rusumdagi zinda apparatida ishlashni o'rgataman.